Muhtaram yurtdoshlar, qadrli mo'min musulmonlar. Siz azizlarni musulmon ummatining eng ulug' bayrami Ramazon hayiti bilan samimiy muborakbod etaman. Qutlug' ayyomda yaratgandan yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xalqimizga farovon hayot, farzandlarimizga ilm va ma'rifatni duo qilib so'raymiz. Hayit o'zaro bir-birimizni bayram bilan tabriklaydigan kun ekan. Bu kunda bir-birimizga xursandchilik kirgizaylik. Yoshlarimizga ham hadiyalar berib, iloji bo'lsa ota-ona, aka-uka, ahli ayolimiz, farzandlarimizga sovg'alar ulashib, ularni quvonchiga sabab bo'laylik. Azizlar, mana shunday duolar ijobat bo'ladigan lahzalarda Alloh taolodan so'raylikki, butun olamga tinchlik ne'matini bersin. Tutgan ro'zalarimiz, o'qib tinglagan xatmi Qur'onlarimiz, duo va iltijolarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Yana bir bor jonajon xalqimizni, butun dunyo mo'min musulmonlarini Ramazon hayiti bayrami bilan qutlab qolaman. Ramazon hayiti muborak bo'lsin.